yaxshiyam bugun bir qizga polifenolli dietaga o'ting deb dietologga aytib qo'yibdi. Shu o'rnida men sizlarga polifenolli dieta nimaligini tushuntirib o'taman. Qizlar, bu yog'ni eritadigan dieta. Och qorinni to'q saqlaydigan dieta va shirinlikka bo'lgan moyillikni so'ndiradigan dieta. Mana shu bizadagi apple fenon aynan shunaqa xususiyatga ega. Agar insulin baland bo'lsa, yegan narsangiz yog'ga aylanib ketaveradi. Insulin balansini normallashtirib beradi. Ichki organlardagi yog'larni polni eritib beradi. Mana oddiy zavodlar emas, farma zavodlarda mana shu GMP standartiga ega bo'lgan juda ham kuchli va tabiiy olmali fenon ishlab chiqarilgan. Qizlar, buni kuniga 2 mahal ichasiz, yog'laringizni eritib tashlash uchun. Shirinlikka bo'lgan moyilligingizni so'ndirish uchun. Ozish bahonasida teringizni chiroyli qilasiz, yoshartirasiz, hujayralarni yoshartirishni boshlaysiz, hujayralaringizni qarishdan himoya qilasiz, yuzingizni terisini chiroyli qilasiz va yana aytgancha ichaklarni, oshqozonni mikroflorasini ham yaxshilab beradi. Ya'ni ichaklardagi foydali bakteriyalarni ko'paytirib beradi. Agar ba'zi qizlar telefon qilib menga detoks uchun ham narsa so'raydi, detoks uchun narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana shu choyni tavsiya qilaman qizlar. 1 yilda 1 marta ichiladi. Ya'ni sizni ichaklaringizni, oshqozonlaringizni detoks qilib beradigan, atyoklaringizni yo'qotib beradigan choy qizlar. Juda ham foydali, tabiiy choy. Bunda ham GMP standarti bor va ozish jarayonida baribir zalga chiqasizlar. Zalga chiqqanda ozganda teri osilishi boshlaydi. Osilmasligi uchun figurangizni korreksiya qilib berish uchun mana shu xlorofil spirulina Amerikaning Gavayi orollaridan olingan 95% tez va oson so'riladigan GMP standartiga ega bo'lgan spirulinani birgalikda choy bilan 1 yilda 1 marta, даже ozg'inlar ham ichsa agar detoks bo'lib, yana ham terisi chiroyli bo'lib, mushaklarni tarangligini ushlab turasizlar. Yana ham teringiz chiroyli bo'lib, go'zallashib, oqsil bilan hamma yog'ingizni ta'minlagan bo'lasiz. Bilasizlar, ko'p narsani oqsil boshqaradi. Hattoki gormonlarni ham oqsil boshqaradi. Qizlar, ozaman deganlar uchun mana shu 3 ta narsani tavsiya qilaman. Chiroyli, go'zal va bahorgacha ozishni boshlang.